بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مش üçüncü bab fadl man ya'ulu yatiman. Yetimni o'z qaramog'iga olgan odamning fazli haqidagi bob. 131-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Anin Nabiy sallallohu alayhi va sallam الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, tul xotinlarning va miskinlarning tashvishi bilan yurib harakat qilgan kishi Allohning yo'lida jihad qiluvchi mujohidlar kabidir va kechalari namoz o'qib qoyim bo'ladigan, kunduzlari ro'za tutib soyim bo'ladigan kishilarning martabasidadir dedilar. Mana shu yerdan demak beva, tul, miskin, faqir kishilardan xabar olish, ularni og'irini yengil qilish, ularga o'zlari muhtoj bo'lib turgan narsalarda yordam berish uchun qilinadigan harakatlar juda ulkan bir savobli ishlarni biri ekanligini tushunib olamiz. Albatta Allohning yo'lida jihad qilishdaqa savob ish yo'q bo'lgan. Mana o'shini demak martabasini mana shu beva, bechoralarga, miskin, faqirlarga yordam ko'rsatish, ularni hojatini chiqarish bilan ham o'shandaq savobga ega bo'lish mumkin ekan. Shuningdek kechalari bedor bo'lib turib nafl namozlarini o'qib Allohga iltijo qilib chiqish juda katta savobli ish. Ana shundoq savobni beva bechoralarga, yetim yesirlarga, tul xotinlarga xizmat qilib, ularga yordam berib topish mumkin ekan. Shuningdek, kunduzlari nafl ro'zalarni tutib yurish juda ulkan savob. Bu savobni ham o'shunga teng keladigan savobni ana shu aliga beva bechoralarga, faqir miskinlarga ularning hojatini chiqarib yordam berish uchun qilinadigan harakat bilan ham topish mumkin ekan.